Qiyon davrida Sukunani kim o'ldirgan? Haqiqat shuki, uni hech kim o'ldira olmagan. O'z kuchining cho'qqisiga chiqqan Ryomen Sukunaga Qiyon davrida teng keladigani yo'q edi. O'sha davrning eng kuchli shamanlari unga birin-ketin jang taklif qilishdi. Afsonalarga ko'ra, hatto olti ko'z sohibi ham unga qarshi jangga chiqqan ekan. Ammo ularning barchasi mag'lub bo'ldi. O'ziga munosib raqib topolmagach, Sukuna yengilmadi. U shunchaki zerikib qoldi. Aynan shu paytda u Kenjaku bilan uchrashadi. Kenjaku uni yengishga urinish o'rniga unga ancha qiziqroq narsani, kelajakni taklif qildi. La'nat energiyasining yanada buyuk evolyutsiyasi yuzaga keladigan kelajakni. Lekin bu kelajakni ko'rish uchun Sukuna o'z davridan keyin ham yashashi kerak edi. Shuning uchun Sukuna kutilmagan qarorga keldi. Boshqa shamanlar kabi o'lib ketish o'rniga u o'z ruhi va kuchini 20 ta yo'q qilib bo'lmaydigan la'natlangan buyumga o'z barmoqlariga ajratdi. Ularning har biri shunday dahshatli la'nat energiyasiga to'la ediki, uni yutgan har qanday odam yovuzlikka taslim bo'lardi. Uning haqiqiy tanasi esa mumiya holida qolib ketdi. Undan taralayotgan la'nat energiyasi shu qadar kuchli ediki, asrlar o'tgach, odamlar uni muqaddas rohibning jasadi deb o'ylab, unga sig'ina boshlashdi. 1000 yildan ortiq vaqt davomida uning ruhi jimlikda yotib, mukammal idish va mukammal davrni kutdi. Toki bir kuni Satoru Gojo ismli shaman dunyoga kelguniga qadar va so'nggi 1000 yillikda birinchi marta Sukunada nihoyat munosib raqib paydo bo'ldi.